Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda O'zbekiston zaxiralari misli ko'rilmagan darajaga chiqdi. Rossiya urushda Eronga yordam bermoqda. Zelenskiy. Birlashgan Arab Amirliklari Eronga qarshi urushga qo'shildi. Tramp Eron bilan urush qachon tugashini ma'lum qildi. Sizni bel va bo'yin og'riqlari bezovta qiladimi? Unda sizga ajoyib Glisson ilgagi bo'yin umurtqasini cho'zish uchun ideal moslamani taklif etamiz. Glisson ilgagi bo'yin umurtqasini muloyim cho'zish uchun mo'ljallangan. Bo'yin va orqa sohadagi og'riqlarni yengillashtiradi. Skoliozni davolashga va bo'yindagi grijani yo'qotishga yordam beradi. Mushaklarning zo'riqishini kamaytiradi va bosh miya qon aylanishini yaxshilaydi. Stress va asabiylikni kamaytiradi. Uy sharoitida foydalanish uchun ideal. Salomatligingizga e'tibor bering. Hoziroq buyurtma bering. To'lovni mahsulot qo'lingizga qilasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Rossiya urushda Eronga yordam bermoqda. Zelenskiy. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina razvedkasi allaqachon dronlar bilan bog'liq bo'lgan ayrim komponentlar va texnologiyalarning Rossiyaniki ekanligini qayd etgan. Zelenskiy shuningdek, Eron hozirda Ukrainaga qarshi zarbalar berish uchun Rossiyaga raketalar va boshqa qurollarini uzatmayotganini ta'kidladi. Prezident shuningdek, Ukraina yaqin sharqdagi sheriklariga Eronning shahid dronlariga qarshi kurashda yordam berishga va agar kerak bo'lsa mutaxassislarni yuborishga tayyorligini ta'kidladi. O'zbekiston zaxiralari misli ko'rilmagan darajaga chiqdi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari yana tarixiy rekordni yangiladi. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yil 1-mart holatida mamlakatning xalqaro zaxiralari 77,86 milliard dollarga yetgan. Bu 1-fevralga nisbatan taxminan 2 milliard dollarga ko'pdir. Zaxiralarning o'sishiga asosan oltin omili kuchli ta'sir ko'rsatgan. Markaziy bank statistikasi bo'yicha oltinning umumiy qiymati 67,67 milliard dollarga chiqqan. Uning fizik hajmi esa 13,1 million troy unsiyaga yetgan. Shu bilan birga konvertatsiya qilinadigan xorijiy valyuta zaxiralari 8,837 milliard dollar miqdorida qayd etilgan. Hisobotdan ko'rinishicha, oltin qiymatining oshishi umumiy rezervlarni yuqoriga tortgan asosiy omillardan biri bo'lgan. Xorijiy qimmatli qog'ozlar hajmi ham 1,54 milliard dollar atrofida shakllangan. Qisqasi, O'zbekiston zaxiralari yana yangi cho'qqiga chiqdi. Bu yerda asosiy lokomotiv oltin narx ko'tarilsa, statistikadagi kayfiyat ham birdan ochilib ketyapti. Isroilda Erondagi rejimni beqarorlashtirish mumkin bo'lgan ko'plab syurprizlar bor. Benyamin Netanyahu. Bizning ko'plab nishonlarimiz bor. Haqiqat onlari yaqinlashmoqda, dedi Isroil bosh vaziri. Birlashgan Arab Amirliklari Eronga qarshi urushga qo'shildi. Birlashgan Arab Amirliklari Erondagi dengiz suvini chuqurlashtirish obyektiga ilk bor hujum qildi. Bu haqda Isroilning Yiniyat portali xabar bermoqda. Qayd etish kerak, Isroil portali tomonidan e'lon qilingan xabarni Birlashgan Arab Amirliklari tasdiqlagani yo'q. Birlashgan Arab Amirligining Erondagi suvni chuchuklashtirish qurilmasiga zarba berishi ancha g'alati ko'rinadi. Chunki Birlashgan Arab Amirligi suv ta'minotining taxminan 90%ni aynan shunday chuchuklashtirish qurilmalari orqali oladi. Shuning uchun Eron tomonidan ularga javob zarbasi berilishi Arab amirliklari uchun katta falokat bo'lishi mumkin. Birlashgan Arab Amirliklari prezidenti mamlakat urush holatida ekanini e'lon qildi. Birlashgan Arab Amirliklari Eron hujumlari fonida urush holatida turibdi, biroq bu vaziyatdan avvalgidan ko'ra kuchliroq bo'lib chiqadi. Bu haqda Birlashgan Arab Amirliklari prezidenti Muhammad bin Zoid Al Nahyan televideniya orqali bayonot berdi. U amirliklar qurolli kuchlariga ushbu urush davridagi roli uchun minnatdorlik bildirgan va kuch tuzilmalarini mamlakatga sharafli xizmati uchun olqishlagan. Muhammad bin Zoid Al Nahyan shuningdek Birlashgan Arab Amirliklarida istiqomat qiluvchi xorijlik rezidentlarning hissasini yuqori baholagan. Biz urush holatidamiz va men ularga o'z burchimizni bajarishga va'da beraman. Bu vaziyat bizga majburan yuklandi va biz o'zimizni, oilalarimizni hamda mamlakatimizni himoya qilish uchun harakat qilyapmiz, deydi u. Birlashgan Arab Amirliklari rahbari Tehron hujumlari oqibatida jarohatlangan 5 kishini, shuningdek Hindiston, Sudan va Eronning bir nafardan fuqarolarini borib ko'rgan. Birlashgan Arab Amirliklari jozibali, go'zal va namunali mamlakat. Biroq adashmang. Birlashgan Arab Amirligining terisi qalin va go'shti achchiq. Bizni yutib yubora olmaysiz, deydi prezident. Tramp Eron bilan urush qachon tugashini ma'lum qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eron bilan muzokara olib borishdan manfaatdor emasligini aytdi. U Eronga qarshi urush Tehrondagi harbiy tuzilma yoki hokimiyatda qolgan rahbariyat bo'lmaganda tugashi mumkinligini ta'kidladi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Trampning aytishicha, agar Eronning barcha potensial yetakchilari o'ldirilsa va Eron harbiylari yo'q qilinsa, havo kompaniyasi keraksiz bo'lishi mumkin. AQSh prezidenti Air Force One bortida jurnalistlar bilan suhbatda shunday bayonot berdi.
bormoqda. Ma'lum bir nuqtada ehtimol biz taslim bo'lamiz deyishga hech kim qolmaydi, dedi Tramp. AQSh va Isroilning Eronga qarshi urushi 28 fevral kuni boshlandi. Islom Respublikasi mazkur hujumlarga javoban AQShning Yaqin Sharq davlatlaridagi obyektlarga zarbalar yo'llamoqda. Eron prezidenti Masud Pezeshkian mintaqadagi keskinlikni yumshatish maqsadida qo'shni davlatlarga qilingan hujumlar uchun ulardan uzr so'radi. Biroq bu Erondagi qat'iy siyosat tarafdorlarining tanqidiga sabab bo'ldi. Eron harakatlari oqibatida jabr ko'rgan qo'shni davlatlardan shaxsan uzr so'rayman, dedi Eron prezidenti. Masud Pezeshkian bu davlatlarni AQSh va Isroilning Eronga hujumlariga qo'shilmaslikka chaqirdi. U Trampning so'zsiz taslim bo'lish haqidagi talabini xomxayol deb atadi. Ammo mamlakatni vaqtinchalik boshqarayotgan rahbariyat kengashi agar Eronga zarbalar ularning hududidan amalga oshirilmasa, qo'shni davlatlarga hujumlarni to'xtatishga kelishib olganini aytdi. Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xamenei o'ldirilganidan keyin mamlakatni 3 kishidan iborat muvaqqat kengash boshqarmoqda. Uning tarkibiga prezident Masud Pezeshkian, sud hokimiyati rahbari G'ulom Husayn Muhsiniy Ejeyi va Oyatulloh Orif kiradi. Tramp Eron oliy rahnamosini shaxsan tanlamoqchi. AQSh prezidenti Eronda hokimiyat tepasiga marhum oliy rahnamo Oyatulloh Ali Xameneining o'g'li kelishiga qarshi. Tramp yangi oliy rahnamoni tanlashda shaxsan ishtirok etish niyatini bildirdi. Bekorga vaqt sarflashyapti. Xameneining o'g'li hech kim. Men Venesuelada Delsi Rodriguez bilan bo'lgani kabi tayinlovda ishtirok etishim kerak, degan Tramp. U AQSh harbiylari Venesuela prezidenti Nikolas Maduroni o'g'irlab ketgach, uning lavozimini vaqtincha egallagan Rodriguezni nazarda tutgan. Tramp avvalgi siyosatni davom ettiradigan har qanday voris AQSh uchun nomaqbul ekanini ta'kidlamoqda. Agar unga ma'qul nomzod tayinlanmasa, Qo'shma Shtatlar 5 yil ichida yana urush boshlashiga to'g'ri kelishini aytgan. Avvalroq Tramp bu lavozimga 3 ta juda yaxshi nomzod borligini aytib, ularning nomini ochiqlamagandi. U shuningdek Eron hukumatining aksariyat a'zolari agar Tehron Washington bilan Venesuelada bo'lgani kabi hamkorlikni boshlasa, o'z lavozimlarini saqlab qolishi mumkinligiga va'da berdi. Tramp yangi rahbar Eronga qarshi uyg'unlik va tinchlik olib kelish kerakligini ta'kidlamoqda. Eron rahbariyatida bo'linish alomatlari paydo bo'ldi. Qo'shma Shtatlar va Isroil bilan urush fonida Eron rahbariyati ichki kelishmovchiliklarga duch kelmoqda. Reuters xabariga ko'ra, mamlakat hududiga hujumlar kuchayib borayotgan bir vaqtda mo'tadil va qattiqqo'l siyosatchilar o'rtasida ziddiyat alomatlari ochiq ko'rina boshlagan. Agentlik manbalariga ko'ra, bu keskinlik Eron prezidenti Masud Pezeshkian Fors ko'rfazi davlatlaridan uzr so'rab, ularga zarba berilmasligi haqidagi bayonot berganidan so'ng yanada kuchaygan. Ekspertlar kengashi hozircha yangi oliy rahnamoni tayinlamagani ham vaziyatni og'irlashtirgan. Reuters urush sharoitida strategik ahamiyatga ega qarorlar siyosiy rahbariyat emas, Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi tomonidan qabul qilinayotganiga e'tibor qaratgan. Agentlik suhbatlashgan tahlilchilar esa yuqori martabali qo'mondonlaridan ayrilganiga qaramay, tuzilma mamlakat siyosatidagi rolini kengaytirib borayotganini ta'kidlagan. Urush odatda hokimiyat tuzilmasini aniq ko'rsatadi. Hozir Eron siyosatida hal qiluvchi ovoz fuqaroviy rahbariyatniki emas, balki inqilobiy gvardiya degan Yaqin Sharq instituti eksperti Alex Vatanka. Shu bilan birga ulamolardan iborat Eron ekspertlar kengashi yangi oliy rahnamo tayinlash jarayonini tezlashtirgan. Agentlik manbalariga ko'ra, qaror yaqin kunlarda e'lon qilinishi mumkin. Asosiy nomzodlardan biri sifatida Xameneining o'g'li Moshtabo Xamenei ko'rilmoqda. Uning nomzodini shuningdek Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi ham qo'llab-quvvatlashi aytildi. Biroq u yetarli tajribaga ega emasligi va ayrim siyosiy guruhlar bilan kelishmovchiliklari sabab bu kurashda bahsli figuralardan biri bo'lib qolmoqda. Reuters shuningdek Masud Pezeshkianning Ko'rfaz davlatlaridan uzr so'rab qilgan murojaati qirg'iylarni g'azablantirgani haqida yozgan. Jumladan deputat va diniy olim Hamid Rasai ijtimoiy tarmoqlar orqali prezidentga murojaat qilib, uning pozitsiyasini tanqid qilgan.